Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan zamonaviy biologiya 30 variant kitobining qolgan masalalar tahliliga o'tamiz. Bugungi videomiz birinchi variant 22-savol. Genetika masalasi bo'yicha bo'ladi. Demak, masalani o'qishga boshlaymiz. Hirsutum turiga mansub g'o'za chigitining mikropiley qismidagi tuklar dominant C1, C1 va C2 genlarga bog'liq. Agar genotipda dominant gen 4 ta bo'lsa, tuk normal, 3 ta bo'lsa normadan oz, 2 ta bo'lsa oraliq, 1 ta bo'lsa juda oz bo'ladi. Demak, bu ko'rinib turibdiki, polimeriya, ya'ni kumulyativ polimeriya, ya'ni dominant genlar soniga bog'liq bo'lgan polimeriya. Bu genlar resessiv holatda chigitda tuk rivojlanmaydi. Ya'ni barchasi resessiv bo'lsa, tuk rivojlanmaydi ekan. Xo'p, endi mikropiley qismi normal va tuksiz chigitli g'o'za navlari chalishtirildi va F1 avlod tahliliy chalishtirilganda olingan o'simliklar necha foiz qismi oraliq tukli bo'ladi. Xo'sh, demak, masalani ishlashni boshlaymiz. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz genotip va fenotiplarni yozib olish bo'ladi. Demak, dominant genlar soni 4 ta bo'lsa, C1, C2 holatda, demak, bular normal o'sarkan tuklar. Normal. Ikkinchi holat dominant genlar soni 3 ta bo'lsa, hop, qanday ko'rinishlarda bo'lishi mumkin bu? Ya'ni C1, C2 va kichik C2. Dominant genlar soni 3 ta. Yoki boshqacha holatlarda ham ko'rinishi mumkin bu. Masalan, C1, kichik C1, C2 va C2. Mana dominant genlar soni 3 ta bo'lyapti. Demak, bular qanday holatda bo'lar ekan? 3 ta bo'lsa, normadan oz. Normadan oz. Xo'p, yaxshi. Demak, keyingisi, agar dominant genlar soni 2 ta bo'lsa, qanday bo'lishi mumkin bu? Katta C1, kichik C2, kichik C2 yoki kichik C1, katta C2, katta C2 yoki katta C1, kichik C1, katta C2, kichik C2. Dominant genlar soni 2 ta bo'lsa, bular oraliq bo'lar ekan. Xo'p, keyingi holat dominant genlar soni 1 ta bo'lsa, qanday bo'ladi u? Katta C1, kichik C1, kichik C2, kichik C2 yoki kichik C1, katta C2, kichik C2. Dominant genlar soni bu yerda 1 ta. Shuning uchun bularni biz nimada bo'lamiz? Demak, bular juda oz. Juda oz. Hop, oxirgisi dominant genlar mavjud bo'lmasa, barchasi resessiv bo'lsa, hop, bular demak tuksiz. Hop, endi bizga chalshtirish uchun berilyapti mikropiley qismi normal bo'lgan o'simlik, ya'ni barchada dominant genlar bor. Chalshtirilyapti. Mikropiley qismi demak tuksiz. Tuksiz bo'lsa, barchasi resessiv bo'ladi. Mana chalshtirilyapti. Xo'p, demak, bulardan gamet olamiz. Bundan bir xil bo'lganligi uchun katta C1 va katta C2, kichik C1 va kichik C2 olinadi. F1 avlodimiz mana bu ikkita gametani yig'indisi hisoblanib, katta C1, kichik C1, katta C2 va kichik C2. Demak, F1 avlodimizda olingan o'simliklar oraliq holda bo'lar ekan. Normal bilan tuksizni chalishtirganimizda F1 avlodimiz demak oraliq bo'lar ekan. Va endi mana shu F1 avlodni biz tahliliy chalishtirishimiz kerak. Tahliliy chalshtirish degani xuddi o'sha organizmni o'zining retsessiviga chalshtirish degani.
Demak, bularning retsessivi tuksiz bo'ladi. Demak, oraliq digeterozigota o'simlikni tuksiz bilan demak chachishtirib ko'ramiz. Xo'p, demak, boshladik. Bitta 1, kichiksa 2, kattasa 2, kichiksa 2. Chachishtiramiz. Tahliliy chachishtirish, ya'ni barchasi retsessiv bo'lgan tuksiz va demak oraliqni chachishtiramiz. Xo'p, mana bu oraliqdan heterozigotalar soni 2 ta bo'lganligi uchun 2 ning ikkinchi darajasi 4 ta gameta chiqadi. Va o'sha 4 ta gametani yozamiz bu yoqqa. Kattasi 1, kattasi 2. Kattasi 1, kichiksa 2. Kichiksa 1, kattasi 2, kichiksa 1, kichiksa 2. Xo'p, mana gametani ham yozib oldik. Endi pinetka tagiga qo'yamiz buni. Endi tuksiz organizmdan ham demak gameta olamiz. 1 va 2. Bir xil gameta chiqadi, boshqa gameta chiqmaydi bundan. 1 va 2 gameta chiqdi. Endi mana shu pinetka tagini gametalar kombinatsiyasi bilan demak to'ldirib chiqamiz. Xo'p, birinchisi kattasi 1, kichiksa 1. Kattasi 2, kichiksa 2. Demak, amino egallar soni 2 ta. Shuning uchun bu oraliq tukli bo'ladi. Keyingisi kattasi 1, kichiksa 1, kichiksa 2, kichiksa 2. Amino egallar soni bu yerda bitta. Xo'p, amino egallar soni bitta bo'lsa, hozir ko'ramiz qanaqagina tuklaydi. Juda oz bo'lar ekan. Juda oz. Xo'p, bunisi kichiksa 1, kichiksa 1, kattasi 2, kichiksa 2. Amino egallar soni bitta. Juda oz. Kichigina barchasi retsessiv, demak tuksiz. Xo'p, biz masala shartimizda so'ralayotgan narsa necha foiz qismi oraliq tukli bo'ladi deyapti. Oraliq tukli bo'lish uchun amino egallar soni 2 ta bo'lishi kerak. Demak, nima qilamiz? Bizda 4 ta organizm bor. Foiz oraliqlar bitta bor bizda. 25%. Demak, javobimiz 25% ekan. Bu bizda B varianti bor keladi.